Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizdan qarshi olamiz. Amerika Avon palatasida ma'qullangan axborot va fikr erkinligini ilgari surish haqidagi qarorda Uyg'urlarga munosabatli mazmunlar o'rin oldi. Islom ellari Xitoyga yantayoq bo'lishni to'xtatishga chaqirildi. Xitoydan tunji turkumdagi ashqovchilar Makkaga yetib bordi. Erdo'g'an Iroqdagi turk diplomat shahid qilingan hujumni qattiq aybladi. Tövəndəki ixtiyarlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. 15-yil kuni Amerika Davlat Majlisi Avon palatasida dunyo axborot va fikr erkinligini ilgari surish haqida bir qaror ma'qullandi. Mazkur qarornoma Amerika Avon palatasining a'zosi va shundaqla Avon palata istixborot komitetining boshlig'i Adam Shef tarafidan tanishtirilgan bo'lib, uningda Uyg'urlar va bo'libmi Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimiga munosabatli mazmunlar o'rnagan bo'lib, Xitoyning axborot erkinligi selayotgan ziyniga oid qismida Xitoy davlat ichida axborotni qattiq kontrol qiladigan Xitoy Kompartiyasining hozir o'z chegaralaridan halqib, chet ellardagi axborotni kontrol qilish uchun harakat qilayotganligi bayon qilingan. Va buningga Xitoy hukumatining Amerika Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimi muxbirlarining Sharq Turkistondagi og'ir kishilik huquq tafsirlanchiliklarni xabar qilishini to'sish uchun ularning yurtlaridagi oila tavobatlariga tahdid selish, turmaga so'lashdagi razil vositalarni qo'llanayotganligi bayon qilinib, Amerika hukumatining dunyo miqyosidagi mushkil voqealarga qarata ochiq va keskin pozitsiya tutib, uni dunyo axborot erkinligi kuniga o'xshash fursatlarda ta'kidlashini, barliq tahdidlarga qaramay xizmat qilayotgan jurnalist va axborot xizmatchilarining demokratiyani qo'g'dash, ijtimoiy jamiyatni kuchlantirish uchun qo'shgan tuhfasini muayyanlashtirish kerakligini, har qaysi davlat hukumatlarini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining axborot erkinligini qo'g'dashga munosabatdagi ahdnomalari bo'yicha ish ko'rishga chaqirishi va ularning qarshi harakatlarini ochiq oshkora tanqid qilish kerakligidagi moddalar o'rin olgan. Yuqoridagi bu qaror Amerika hukumatining dunyo miqyosida axborot va fikr erkinligiga qartilgan besimning kuchayotganligidagi bir amaliyotga qarata tadbir qo'llanib, sog'lom demokratiyaning asosi bo'lgan erkin axborotchilikni faol tashabbus qilish va qo'llashni, erkin axborotchilikni Amerikaning demokratiya, kishilik huquq va davlatni qonun orqali idora qilishni tashabbus qilish xizmatlarining muhim vazifasi qilishni maqsad qiladi ekan. Mazkur qarorning tunishtiruvchisi bo'lgan Avon palata istixborot komitetining boshlig'i Adam Shef yaqinda Amerikaning 2020-yillik istixborot xizmatlarini amaliylashtirish haqidagi qonun loyihasini tunishtirgan edi. Bu loyihaning 5-bob 2-moddasi Uyg'urlarga munosabatli bo'lib, uningda Amerika davlatlik istixborot idorasidan Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan besim siyosatlari va lager tuzumi ustida tekshirish olib berish talab qilingan. iyul kuni Rossiya, Qatar, Kuvayt, Saudiya Arabiston qatorliq 37 davlat Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bir imzoli xat yo'llab, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qattiq qo'l siyosatlarini qo'llaydiganligini ifoda qilgan edi. Holbuki xalqaro jamiyatning bu holiga qarata ayblashlar to'xtab qolmagan. 17-iyul CNN televiziyasining xabarida Sharq Turkistondagi Uyg'urlar og'ir kishilik huquq tafsirlanchiligiga uchrayotgan holatda 37 davlatning bu qilmishi Xitoyning depini chilib berganlik deyilgan. Xabarda Yershari siyosati jurnalining direktori Azam Ibrohim bu haqda so'z qilib, "Men musulmon ellarning Xitoyning siyosatini maqtab xat yozganligidan bakla hayron qoldim. Mushundaq bir masala kelganda inkossiz turib olish yoki imzo qo'yishdan voz kechish boshqa bir ahvol. Holbuki bir davlatning siyosatini ochiq oshkor qo'llash u boshqa bir ahvol" degan. Shundaqla kishilik huquqini kuzatish tashkiloti to'g'rida Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo 14 musulmon davlatining Xitoyni qo'llab imzo qo'yishi qattiq ayblangan. Xabarda deyilishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosiy bostirishi amaliyotda Islom hamkorlik tashkiloti uchun bir muhim sinoq hisoblanadi ekan. Ya'ni Uyg'ur musulmonlar qartilgan sistemli xo'rlashlarni to'xtatish haqida Xitoyga besim qilish qilmasligidan ularning pozitsiyasini ko'rib olg'ili bo'ladiganligi. Kishilik huquqini kuzatish tashkiloti Xitoy ishlar bo'limining direktori Sofi Richardson xonim 37 davlatning bu qilmishini qattiq ayblab, Xitoy hukumatı musulmonlar asosiy salmoqni egallaydigan davlatning qo'llashini qo'lga keltirish orqali Sharq Turkistondagi og'ir kishilik huquq masalasini pardozlamoqda. Bu musulmon davlatlari Xitoyga qarshi chaqiriqda bo'lishning o'rniga Beijing doiralarining ta'tir tashviqoti qo'shilib ketganligini bildirdi. Jungo Islom Jamiyati To'rbat 18-iyul xabarida 15-iyul kuni Jungo Islom Jamiyatining muavin raisi, Jungo Haj xizmati bosh o'makining doimiy ishlarga mas'ul muavin o'mak boshlig'i Adil Hoji Kerim, davlatlik din ishlari idorasining kadri, Jungo Haj xizmati bosh o'makining maslahatchisi Majin qatorliq tunji turkumdagi Xitoyning Ningxia, Yunnan o'lkasidan kelgan haj qilguvchilari Madinadan yo'tkilib, tushdan keyin soat 2 da Makkaga yetib borgan. Xitoy Haj xizmati bosh o'maki xizmat guruhi, Makka xizmat guruhi va Madina xizmat guruhiga bo'lingan bo'lib, kutib olish, qatnash, turalg'i uy, tomoq bilan ta'minlash, diniy yetakchilik, bexatarlik, davolash va ekskursiya qatorliq jihatlarda umumyuzlik qattiq kontrol qilinib, haj qilguvchilarni kutib olishning har qaysi taraflardagi xizmatlari alohida tartibli o'rnashtirilgan ekan. 14-yil kuni haj qilguvchilarning bexatarligiga kapolat qilish uchun bosh o'mak mas'ullari Makka soqchi idorasining boshlig'i Osama bilan ko'rishdi. Shundaqla Osama haj o'makining vaqtida unumli bexatarlik kapolati bilan ta'minlashga va'da berdi.
17-yil Iroqning shimolidagi Erbil shahrida yuz bergan qurolli hujumda Turkiyaning Erbil bosh konsulxonasida vazifa o'tayotgan bir diplomat shahid bo'lgan va bir Iroq fuqarosi hayotidan ayrilgan edi. Cumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'an Twitter sahifasida ommaviy o'rtoqlash to'rbeti bayonot e'lon qilib, Erbildagi konsulxona xodimlarimiz nishon qilgan vahshiylarcha hujumni qattiq ayblayman. Hujumda shahid bo'lgan xodimimizga Janob Allohdan rahmat tilayman. Hujumning javobgarlarining tez sur'atda tepilishi uchun Iroq doiralari va yerlik doiralar bilan davomli aloqa o'rnatyapmiz dedi. Diplomatik manbalarning bildirishicha, shahid diplomatning meyiti hujumdan keyin Erbil Rizgari doktorxonasidagi jasad tekshirish rasmiyatlarining tamomlanishidan keyin Turkiyaga qaytarib kelingan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.